ey mani habibim gapirdir ekan tangli qiyomatda nima deysan? Parvardigoro, mani ummatim jannatga kirmaguncha men jannatga kira olmayman. Ummatim jahannamda azoblansa men jannatda qanday rohat qilaman? Menga va'dang bor edi, ummatingni, ya'ni ummatingga shafaat qilasan degan izn berilishi menga aytildi. Shafaat izmini menga bergin Allohim deganda, meni so'zim haq. Ey mani habibim, ummatingni chaqir va jannat sari yetaklab olib ketgin deganda, ya ummatim deganlarda Allohu akbar deb o'rnlaridan turib bir-birlarini sevinch yoshlaridan tabriklab, ya'ni guruh bo'lib janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallam orqalaridan jannat sari yetalanib ketaveradilar. Va shu so'zni esingizdan chiqazmanglar. Ya Rasululloh, 124 ming payg'ambar bo'lsa, ularning soni sanoqsiz ummatlari bo'lsa, ummatingizni qattan tanib olasiz deganlarda faqat tahorat izlaridan degan ekanlar. Bizga Alloh taolo tahoratni ibodat maqomida bergan, tahorat qilgan izlaringizdan nur chiqib turar ekan, mana ummatimdir ekanlar. Betahorat, benamozlar kim qilar ekan? Ya Rasululloh, men sizni davringizda keluvdim. Tahorat yo'q, izi yo'q. Xamirdan qil sug'urgandek farishtalar sekin-sekin sug'urib olib jahannamga olib borib ketaverar ekan. Ya'ni janob Rasululloh uyalib qolmasinlar deb. Shuning uchun bitta shior umrbod esingizdan chiqazmang. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "At-taharatu miftahis salah va innas-salata miftahil jannah." Tahorat namozning kaliti. Namoz bu jannat kaliti. Tahorat yo'q, namoz yo'q, namoz yo'q, jannat yo'q. Shuni unutmang. Biz bandalikka kelganmiz. Abdu degani qul degani. Ruslarda ham aytuvzu ali rabboji deb, rabbochi degan so'zdan olingan. Biz Alloh taologa qulchilikka kelganmiz. Qo'limizdan kelgancha ibodat qilib Allohni rozi qiling. Mehnat qilsangiz mehnatingizga baraka, xonadoningizga nur, barakat, tanajoningizga salomatlik ato qiladi. Meni deganlarni deydi Alloh, men yo'qlayman. Salom alaysiz qolmaydi. Sizlar salom beringlar, men sizlarga mukammal oliy ali olaman. Ikki dunyoda aziz qilib qo'yaman deb Allohning va'dasi bor.